Endi O'zbekistonda erkaklar ham dekretga chiqishi mumkin. Mana videoni ko'rganlar bormi? Bitta menga shunaqa g'alati tuyuldimi yo sizlarga ham shunaqa tuyulyaptimi? Bitta ko'ringlar. Biroz g'alati eshitilsa-da, ammo bu rost. Gap shundaki, bugun, ya'ni 5-may kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Unda ko'rib chiqilgan va deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilingan qonun loyihasiga ko'ra, farzand tug'ilganidan keyingi 1 oy ichida erkaklarga ham 5 kunlik ta'til berish nazarda tutilmoqda. Bunda ana shu erkakning oylik maoshi saqlanadi. Bundan maqsad erkak ana shu 1 oy ichida, ya'ni 5 kunlik ta'til ichida ayoliga ko'maklashishi, agar boshqa farzandlar bo'lsa, ularga qarashib turishi. Bu juda ham kerakli qonun va juda ham to'g'ri tashabbus mening nazarimda, chunki ayol kishi farzand dunyoga keltirganidan keyin ham jismonan ham ruhan juda ham bir murakkab, qiyin ahvolda bo'ladi va bu paytda ayolga yordam, ko'mak har qachongidan ham ko'ra ko'proq zarur bo'ladi.